Assalomu alaykum obod xonadonda mening qiziqishlarni kanal obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlar? Charchamayapsizlar? Uy ishlari bilan, og'orot ishlari bilan. Men bugun sizlarga qisqacha video qilaman hozir. Mana hamda Muhammadjon ishlayapti. Ketmoncha bilan yer cho'pyapti. Unga qizuvdi. Atirgullarimiz ranglari o'zgarib, juda chiroyli bo'lishyapti-da. Qaranglar. Rosa atirgul ochilyapti. Muhammadjon, nima qilyapsan? Oyog'ingga tegib ketmasin. Mana atirgullarimiz juda chiroyli. Bu yerda sariqlarimiz ochilyapti. Mana shtampovkalar. Mana shtampovkalarimiz rosa chiroyli ochilyapti. Bu naryo tomonlarida mana bunchalari ko'p. Erta bir haftada hammasi ochiladi. Chiroyli bo'lib. Oyog'ingga ehtiyot bo'l. Piyongulli atirgul. Rosa hidi zo'r. Mana gultoji xo'roz. Mana atirgullarimiz chiroyliligini oppoq. Endi hozir men yo'da yana chiroyli atirgul ko'rsataman. Kecha endi Azamatdan olib kelgan edik. Mana qaranglar. Ko'rinishini qaranglar, shunaqa chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bunisi piyongulli rozve atirgul. Bu ochilib qolsa yana ko'rsataman. Mana bu hidlisi. Mana chiroylilari endi ochilyapti. 2 kun, ertaga ochiladi, 2 kun emas. Ko'rsataman keyin. Hidlilar. Chiroyli. Hamda floksiyalarim mana o'sib yotibdi. Kesib tashlagan edim. Aytganda floksiyani so'raganlar ko'p edinglar. Floksiya, men floksiyalarimni ko'rsatganimda qayerda bor, qachon sotadi? Bozorga chiqsa ayting degdilar. Ana o'sha floksiyalardan olinglar. Hozir ana qayerga Eshonguzarga borganimda shoxisda kelin ko'rsatuvdilar-ku. Ana o'shalarniki tayyor bo'libdi ko'chatlari. Telefon bor, o'shanda telefonlar etganlar. Oxiri menimcha 0480 edi. Agar esimdan chiqmagan bo'lsa. Ana shoxisdagi telefon qilinglar, floksiyalarni olinglar, rosa zo'r. Uni olib kelib, hali suv ko'proq tushadigan joylarga ekvasinglar, rosa chiroyli. Hamada 2-3 oyda guli turadi. Men qo'shnimiz hali kesmabdilar, pastigacha gullab ketaverar ekan. Men endi vaqtliroq kesib qo'ydim, tegidan bolalar chiqarsin. Muhammadjon, oyog'ingga tegib ketadi. Ehtiyot bo'l. Ketmomdan ish qilyapti, ishtahasi kelib qoldi. O'shanga floksiyaga telefon qilinglar, olinglar. Keyin hali yana vaqti o'tib qolsa, voy floksiya qayerda bor edi demanglar. Tayyor ko'chat. Даже gaplashsanglar, dastavka qilib ham jo'natib yuboradilar. Ana shunaqa. Shoxisdagi telefon qilinglar. Endi men sizlarga yana bitta, mana ertaga dushanba, xudo xolasa, bu nima ekan deb vassalarmi? Ertaga dushanba. Mana hozir men paketda edi bular, hammasini bunaqa yangi salafan paketlarga solib upakovka qilib qo'ydim. Gultoji xo'rozlar. Nechta chiqdi? 8, 9, 10, 11, 12, 13 da chiqibdi. 13 ta odam kelsanglar olib ketasizlar. O'sha 2-3 talar telefon qilishdi. Men boraman deb. Mo'ludaxonni oldilarida bo'laman. Где-то 11-12 da o'sha yerda bo'laman. 11:30 uzog'i 12 gacha boraman-da.
balki 11 ga borarmi, ko'ramiz. Ertalab bo'lsin, xudo nasib qilsa boramiz. O'sha yerda bo'laman. Mavludani nima deydi, do'konchalari muazzampan to'g'rilar deydi. Hozir o'tda emas. O'sha yonlariga tashqarida yangi kak do'kondek qurib berdi. Temirlardan svarka qilib, ustilarini yopib beribdi. 2 metr 2 metr joy qilib beribdi. Ana o'sha yerda bo'ladilar. Ana o'sha yerga kelsanglar uchrashamiz. O'shaning uchun bugun ham yana video qilib aytibman. Tam menga kerak edi, aytmadingiz demanglar. Shu bilan boshqa yo'q. Mana. Shugina xolos. Qo'shnimnikidan olib chiqdik. Buni urug'larini quritib, bitamda qog'ozgami yoyib qo'ysanglar, o'zi qurib shunda urug'i tushar ekan. Shundan keyin yerga sochib yuborasizlar. Bahorda o'zi chiqadi. Xudo xolasa. Ana shu yangilikni sizlarga aytmoqchi edim. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz hammamiz. Kimga kerak bo'lsa kelib olasizlar. Toshkent Chorsuv gul bozoriga. Toshkentdagi Chorsuv gul bozori. Mavluda atirgulchini yonlarida bo'laman. Ketib qolsam agar tashlab ketaman. Mana 12 ta 13 ta odam kelsa olib ketadi. Mayli. Shu bilan bugungi videolarimizni tamom qilamiz. Keyingi videolarda hammanglar bilan sog' salomat uchrashguncha xayrlashib qolamiz.